"Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul islam dina." Bugungi kunda men sizni diningizni mukammal qildim. Qalb pokligi, ich pokligi. Siz qarang, ming yuvinib tarang hojim. Ichingiz pok bo'lmasa o'zingizdan qo'rqing. Rasululloh birinchi uyga kelganlarida nima qilardilar? Salom berardilar ahllariga, assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuhu deya va keyin olib birinchi misvaklarni ishlatardilar. Hubbuba ilayya min dunyakum salas. Sizni dunyolaringizdan menga 3 narsa sevdirildi. 3 narsani yaxshi ko'rdim deganlarda birida domla mashinadan musurini otdi. Men shopirga aytdim, oldini to's, nasihat qilib qo'ydik. U otadi, bir kuni indamasa, keyin bu otadi, keyin borib biz ham otadigan bo'lib qolamiz. Siz Allohning sevgisiga sazovor bo'lishlik uchun zohiriy va botiniy doim poklikda bo'lishingiz kerak.